Hazratim, zafar muborak. Nechun bunchalar xomushsiz? Men kelajakdan xavotirdaman. Bizdan so'ng bu yurt kimlarga qolur? Shohim, tog'lar ortida bir sehrgar bor deyishadi. U zamon pardasini yirtib kelajak darvozasini ocha olar emish. Sen haqingdagi gaplar to'g'rimi? Sen menga kelajakni ko'rsata olasanmi? Kir, ey shohim. O'z merosingni o'z ko'zing bilan ko'r. G'amsiz yurmadim hargiz. Bu dunyo davrini shodmonu xandon surmadim hargiz. Jahonda yurdim-u turdim, necha chekdim jafolarni. Jafosin ko'rdim ey do'stlar, vafosin ko'rmadim hargiz. O ota makonim, onajon o'lkam, O'zbekiston jonim to'shay soyangga. Sendek mehribon yo'q, seningdek ko'rkam, Rimni alishmasman eda poyangga. Ey yosh pahlavon, bu na tilsimdir. Isming nedir sening? Assalomu alaykum, ismim Zahiriddin, hazratim. Biz bu tilsim bilan dunyoni zabt etmoqdamiz. To'xta, ey tabib. İnsanlar dardi uchun bel bog'lagan pahlavon, sen kimsan? Assalomu alaykum, Mirzo Bobur, mening ismim Muhammad. Mustaqil yurt polvoni. Sening isming nima? Ey g'olib. Assalomu alaykum, ismim Bobur. Bobojon. Yurtimiz bayrog'ini jahonda baland tutmoqdaman. Ruhim endi tinch. Chunki men har biringizning qalbingizda qayta tug'ildim. O'zligingizni asrang pahlavon.